Salam dostlar kalaysızlar. Kanaling aksush kalipsiz. Agar siz bu yurda yangi bolsangiz, huzuruk like bosip, comment koldarishna unutmang. Kayerden koreyakan bolsangiz ham, yuzib koldering ham ingizni okeyman. Bugün sizlarga adi hakoya imaz. Bu men boshtan kechirgan, haliham tushuntarib birolmaydigan voqea. Bu voqea mening hayotimni o'zgartirib yuborgan. O'sha kun boshqacha boshlamagan edi. Dostlar bilan yigilgan edik. Adi subat, kulgu, hazel vakt kanayotayotganini hech kim sezmay qoldi. Har kim o'z hayotidagi voqealarni aytardi, kinder kulardi, kinder o'ylardi. Men ham ular bilan birga edim lekin nimagadir ichimda biroz bo'shlik bor edi. Buni o'sha payda sezmaganman. Kech bo'lib qolganini keyin angladim. Ko'chaga chiqqanimda, saf hava yuzimga urildi. Hamma joy jimjit. Ne odam ovozi, ne mashina shofini. Faqat sukunat. Va o'sha sukunat ichida, men o'zini galay his qila boshladim. Go'yo kimdir meni kuzatayotgandek. Orqamga qaradim. Hech kim yo'q. Lekin baribir ichimdagi hissiyat yo'qolmadi. Oyga qaytdim. Hamma narsa odatdagiday edi. Hammasi joyida. Lekin ichimda nimadir joyida emas edi. Yodim lekin uyqu kelmadi. Bir tomonga agdarildim, yana boshqa tomonga ko'zini yumaman, lekin mening tinchim edi. Sona qorong'u. Devorlar jim. Lekin ichimda bir shovqin bor edi. Shonda birdan. Ko'zim so'nining bir chejiga tushdi. Avvaliga e'tibor bermadim. Lekin keyin yana qaradim. U yerda nimadir bor edi. Enik ko'rinmasdi. Siliga o'xshash odamga o'xshash lekin enik emas. Yuragim bir zumga to'xtab qolgandek bo'ldi. Bu mumkin emas dedim ichimda. Ko'zimni ishqaladim. Yana qaradim. O hali ham o'sha yerda edi. Sekin o'rnimdan turdim. Har bir qadamim o'g'ir edi. Yuragim tezra boshladi qo'llarim sovib ketdi. Sonadagi havo o'zgargandek edi. Sovuq o'g'ir. Go'yo nafas olish ham keyinlashib qolgan. Men unga yaqinlashdim. Lekin qanchalik yaqinlashsam shunchalik aniq bo'lmay qolardi. Bu meni yanada qo'rqitdi. Chunki men nimani qilayotganimni tushunmayotgandim. Bir payt. U kimralagandek tuyuldi. Men muzlab qoldim. Kimralay olmadim. Gapira olmadim. Faqat qarab turdim. Shu payt boshim ichida ming sil o'ylar aylana boshladi. Bu nima? Bu haqiqiymi? Men aqldan o'zayapmanmi? Birdan. Sona yanada suvib ketdi. Orqamdan shamol urgandek bo'ldi. Lekin deraza yopiq edi. Qo'rqib ichimni to'liqib Bu oddiy qo'rquv emas edi. Bu ichingni muzlatib yuboradigan, seni harakatsiz qoldiradigan qo'rquv edi. Men ko'zimni yumdim. Bir necha soniya. Yoki balki bir necha daqiqa bilmayman. Ko'zimni ochdim. Hech narsa yo'q. Sona bo'sh. Hammasi yana odatdagiday. Men o'sha joyda bir necha daqiqa qotib turdim. Keyin asta yotdim. Lekin bu sefer uyqu kelmadi. Tong otganda o'zimga kelgandek bo'ldim. Quyosh nurag sonaga tushdi hammasi oddiy ko'rindi. O'zimga dedim. Bu faqat tush edi. Lekin ichimda bir ovoz bor edi. Yo'q bu tush emas edi. Kunlar o'tdi. Tashqaridan qaraganda hammasi joyida edi. Men kulardim, gaplashardim, yashardim. Lekin ichimda nimadir o'zgargan edi. Ini men sukunani boshqacha eshitardim. Qorong'ulikni boshqacha his qilardim. Va eng yomoni. Ba'zan o'sha silani yana eslagandek bo'lardim. Bir kuni. Oyda yolg'iz qoldim. Hammasi yana o'sha kechadagiday jimjit edi. Va shu pay. Ichimda yana o'sha hissiyat paydo bo'ldi. Men sekin boshimni ko'tardim. Va ichimda bir savol paydo bo'ldi. Agar bu safaru yana qaytsa chay. Men uzoq vaqt o'yladim. Qo'rqib yashash, bu yashash emasligini tushundim. O'sha kuni men qaror qildim. Men qochmayman. Men qo'rqmayman. Agar u yana paydo bo'lsa men unga qarayman. Chunki ba'zi narsalar bor. Ular bizni qo'rqitadi.
Liken aslada ular bizni sinaydi. Va o'sha kecha. Meni sinovdan kazdi. Men atimi. Yo'q ay hali ham o'sha savol ichida yashayapmanmi. Buni o'zim ham aniq bilmayman. Agar siz ham shunaqa holani boshdan kechirgan bo'lsangiz kommentda yozib qoldiring. Bu juda qiziq, chunki ba'zi voqealar faqat siz o'ylagandek tasodif emas.